Bitta srochni sotilayotgan joyga kelganman. Uy-joy sitini kuzatuvchilar uchun arzon joy. Qaranglar, sizlarga men joyini tushuntiraman. Idealdan shunday kirib kelishinglardan to'g'ri mana shu uyga kelib taqalasizlar. Bitta, ikkita, uchta oynasi bu yoqqa qarab turibdi. Bu joyga dala do'kon qursangiz ham yaxshi bo'ladi yoki o'zingizlar yashashinglar uchun ham yaxshi bo'ladi. Bu tomonni shuna parkovka uchun alohida joy qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Hozir endi men ichkarilarni bitta ko'rsatay sizlarga. Podyezddan kirish qismi, kirishinglardan o'ng tomonda spalnya xona, hojatxona, vanna, bu tomon zal, kuxnya, yana bitta xonasi bor. Qaranglar, bu tomon spalnya xonani ko'rinishi, ko'ryapsizlar, ko'chadan ham ko'rsatdim. Bu tomonda bu yerda hojatxonasi, bu vannasi, bu tomon zalga kirib kelinadi. Bu zalimizning ko'rinishi. Zalni o'zidan yana bitta xonaga o'tiladi. Bu aslida o'zi kuxnya bo'lgan. Bu tomon balkon 1,5 ga 6, 2 ga bo'lib qo'yilgan, yarmiga kuxnya chiqarilgan. Bu kuxnyaning hozirgi holati. Bu tomonni boshida ko'rsatdim. Bu tomonga tapchan qo'yib o'tirsanglar ham bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, bu uyimiz Uchtepa tumaniga qaraydi. Chilonzor 21-kvartal 5-Adam 62-kvartira. Kvartira nomerlarigacha aytayapman, pastda nomerlarimiz turibdi. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqsanglar, $63,000 dan ozroqgina kelishtirib baraka qilib yuboramiz. Uy-joy siti bilan oson va qulay.